Agar siz oilaviy dam olish uchun noodatiy, go'zal va hamyonbop joy qidirayotgan bo'lsangiz, unda Vyetnamning Nha oroli aynan siz uchun. Nha o'zining oppoq qumli plyajlari, tiniq, iliq dengizi bilan mashhur. Bu yerda ob-havo ko'pincha quyoshli bo'ladi, dengiz esa tinch va yoqimli. Shu sababli bu maskan oilaviy dam olish uchun juda qulay hisoblanadi. Shaharda bolalar ham, kattalar ham zerikmaydi. Eng mashhur ko'ngilochar maskanlardan biri Vinpearl orolida joylashgan Vinwonders parkidir. Bu katta orolda joylashgan park bo'lib, unda attraksionlar, akvapark, tomosha dasturlari, zoopark va ko'plab qiziqarli faoliyatlar mavjud. Nha yana tropik mevalari bilan ham mashhur. Bu yerda mango, ananas, dragon fruit va boshqa ko'plab mevalarni juda arzon narxlarda topish mumkin. Sayohatchilar uchun bu nafaqat mazali, balki haqiqiy tropik tajriba ham bo'ladi. Bundan tashqari, Nha atrofida ko'plab ekskursiyalar mavjud. Sayyohlar yaqin orollarga sayohat qilishlari, sharsharalarni ko'rishlari, qadimiy ibodatxonalarni ziyorat qilishlari yoki dengiz bo'ylab qayiq sayrlariga chiqishlari mumkin. Eng muhimi, bu yerda dam olish ko'plab boshqa mashhur kurortlarga qaraganda ancha hamyonbop. Shuning uchun ham Nha nafaqat chiroyli, balki qulay, foydali sayohat tanlovi hisoblanadi. Eng sifatli va hamyonbop sayohat takliflari va maxsus aksiyalar faqat bizning Telegram kanalimizda. Hoziroq pastdagi havola orqali Fars Travel Telegram kanaliga obuna bo'ling.